Quyoşdek yashashni o'rganing. Chunki quyosh boyg'imi, namratqimi, yaxshig'imi, yomong'imi o'xshash nur chachidi. Nimadan charchasangiz, shuni tashlab eting. Charchatgan narsalarning sizga xo'shallik berishi notayin. Hayotlikda mukammal, mutlaq narsa bo'lmaydi. Shunga erishganlaringizni qadrlang. Hech narsa mangulik emas. Chunki qish, yoz, kuz, atyoz o'zining qaytib keladiganligiga va'da berib ketdi. Ham o'z fasllarida yana keldi. Ammo o'tgan kunimiz, hayotimiz fasllardek va'da qilmaydi. Ketgan peti qaytib kelmaydi. Xayrli sahar azizlar, bugun yana yangi bir kunni kutib oldik. Bu kunni qanday o'tkazish o'zingizga bog'liq. Shunga sahardan boshlangan kayfiyatingiz ruhliq bo'lsin. Hammaga xush tabassum bilan qarang.